Nega ba'zi erkaklar ayolidan ona bo'lishini kutadi? Ko'p ayollar munosabatda bir nuqtada charchaydi. Chunki ular ayol bo'lib emas, go'yo ona bo'lib yashay boshlaydi. Eslatadi, nazorat qiladi, ortidan yig'ishtiradi, kayfiyatini ko'taradi, muammosini hal qiladi. Erkak esa asta-sekin juftmas, katta boladek tuta boshlaydi o'zini. Aslida bunday holatning ildizi ko'pincha bolalikda bo'ladi. Agar erkakni onasi haddan ortiq parvarish qilgan bo'lsa, barcha mas'uliyatni o'zi olib qo'ygan bo'lsa, erkak ichida ayol bu g'amxo'rlik qiladigan, hamma narsani ko'taradigan inson degan tasavvur shakllanadi. Shuning uchun u keyinchalik juftidan ham onalikni kutadi. Ba'zi erkaklar hissiy jihatdan ulg'aymaydi, hatto ulg'aymay qolib ketadi. Ular ichki xavfsizlikni, taskinni va xizmatni ayolidan talab qiladi, lekin o'zlari teng sherik bo'lishga tayyor bo'lmaydi. Natijada ayolini zimmasiga ortiqcha yuk tushadi. U bir paytda o'zida ham ayol, ham psixolog, ham ona rolini bajarishga majbur bo'lib qoladi. Yana bir muhim sababi shuki, ayolni o'zi ham bu rolni sezmagandek olib qo'yadi. Ya'ni erkagini barcha vazifasini hal qilib berishi, doim qutqarishi, ortidan yurishi va bir muddatdan keyin erkakni yanada passivlashtirishi va bu munosabatlarda er-xotin munosabatlaridan ona-bola munosabatlariga o'ta boshlashi mumkin. Muhim haqiqat shundaki, erkakka ona emas, yetuk sherik kerak. Ayol doim qarovchi, g'amxo'r emas, vaqt o'zini o'rnida bo'lish kerak. Ya'ni joyida jozibasi bo'lish kerak, romantika qilish kerak. Sekin-sekin u ayolga aylanish kerak, onaga emas. Chunki ayol ichidan charchaydi, erkak esa mas'uliyatdan uzoqlashib ketaveradi. Sog'lom munosabatlarda ikkita katta inson birga yashaydi. Biri ona, biri bola bo'lib emas. Biri erkak, biri uni ayoli bo'lib yashaydi. Agar sizda haqiqatdan ham yuqorida aytilgan munosabatlar shakllangan bo'lsa, yaxshilab o'ylab ko'ring. Turmush o'rtog'ingizni onasi bolalikda unga qanaqa munosabatda bo'lgan? Va siz ham o'zingizni ong ostingizdagi erkak kim? Erkak haqidagi fikrlaringizni chuqurroq o'ylang. Erkakka qanaqa baho bergansiz? Bo'shang, ojiz, g'amxo'rlikka muhtoj erkakmi yoki kuchli, baquvvat, har doim qo'llab-quvvatlovchi himoyachimi? Agar sizda tushunchalar xato bo'layotgan bo'lsa, albatta bu tushunchalarni o'zgartirish kerak. Bunda men sizga yordam beraman. Baxtli bo'lish sirlari nomli kursimda bular hammasi chuqur o'rgatiladi.